Uloqchi ot so'raganlarga Surxondaryoda Denodan 7 yashar uloqchi otimiz soatlarga ot olaman deganlar bo'lsa, marhamat, qarang, oldlari ham yo'g'on, bo'yi ham baland, yaxshi zo'r uloqchi otimiz soatlarga Denodan. Xo'p, boya bu otni video qildim, bu ot sotildi ekan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, 7 yashar Deno uloqchi otini 50 million so'm baho qo'yapti ekan, 30 million savdo bo'ldi ekan. Unaki otmisan ot 50 baho qo'yilyapti, 30 savdo bo'ldi ekan, 35 bo'lsa berish niyat bor. Jiyan nomerda aytdi, 90 nechilik? 99lik 128 78 07 shu nomerga bog'lanasizlar. Xo'p, 50 baho qo'yapti, 30 savdo qilyapti, 35 bo'lsa beramiz deyapti. Bunaki ot qarang, lekin bo'yi ham baland ekan, jasadi ham zo'r ot ekan. Ko'rishingiz mumkin azovcharimiz. Mana shunday ot Denoda oti. Buni orqalarini ham qarang. Narxi qanday, qimmatmi, arzonmi? Xo'p, bunisini boya video qilib Instagramga, YouTube'ga ham qo'yganman. Buni 19.5 ga sotib oldi ekan. Mana yaqinlashtirib ko'rsataymi? Xo'p, mana shunday ot.